Asalning 5 ta foydali tomonlari. Birinchisi, quvvat energiya manbai. Asal tarkibida tabiiy shakar, glyukoza va fruktoza mavjud bo'lib, tanaga tez va samarali energiya beradi. Uni sportchilar va doimiy faol hayot kechiruvchilar iste'mol qilishi foydali. Ikkinchi, immun tizimni mustahkamlaydi. Asal tabiiy antioksidantlar va mikroelementlarga boy. Uning muntazam iste'mol tananing turli kasalliklarga, ayniqsa shamollash va grippga qarshi chidamliligini oshirishda yordam beradi. Uchinchisi, yo'tal va tomoq og'rig'iga davo. Asal balg'am ko'chiruvchi xususiyatga ega. Uni iliq suv yoki choyga qo'shib ichish, ayniqsa kechqurun yo'talni yumshatadi va tomoqdagi og'riqni bartaraf etishga yordam beradi. To'rtinchisi, yara va kuyishlarni davolashda yordam beradi. Asalning antibakteriya va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari bor. Uni mahalliy tashqi qo'llash yaralarining tezroq bitishiga, kuyish izlarini kamayishiga va terining tiklanishiga ko'maklashishi mumkin. Beshinchisi, hazm a'zolariga ijobiy ta'sir qiladi. Asal oshqozon kislotaliligini normallashtirishga yordam beradi va ichak devorlariga ba'zi muammolarni bartaraf etishga ko'maklashadi. Ba'zida uni och qoringa qabul qilish hazm tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Kanalimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.